komissiyamiz ham bu narsani ko'rib chiqdik, batafsil ko'rdik. Mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalaridan foydalanish to'g'risida, foydalanish tartibi to'g'risida nizom ishlab chiqilgan va bu nizom Senatning 5-sonli qarori bilan tasdiqlangan bo'lgan. Bu 5-sonli qaror 24-yil noyabr oyida chiqarilgan va o'sha qarordagi tartib bo'yicha tuman hokimligi, moliya iqtisodiyot bo'limi va kengash tomonidan o'sha tartib bo'yicha ishlar olib borib tashkillashtirib kelingan. Endi xuddi shu 5-sonli qarorni 2026-yilda 12-mart kuni 325-sonli qaror qabul qilinib, tartib yana qayta ishlab chiqilib, ozgina o'zgartirishlar, qo'shimchalar kiritilib, 5-sonli qaror bekor qilingan. Demak, 12-mart kuni bu qaror bekor qilingan bo'lgan. Bizlarning sessiyamiz, demak, sessiyadan oldin doimiy komissiya mablag' ajratish masalasini ko'rib chiqilgan va bu ko'rilgandan keyin 6-mart kuni ko'rishganda undan keyin jamoatchilik muhokamasiga yuborilgan, 10 kundan keyin sessiya bo'lgan, 16-chekloda mablag' ajratish to'g'risida tuman kengashimizning qarori qabul qilingan. Bu qarorda 5-sonli qaror qaytib o'tirib ketilgan. Ya'ni 5-sonli qaror bekor qilinganiga 4 kun bo'lgan bo'lsa ham, o'sha qarorga asoslari yozilib, qaror qabul qilingan. To'g'ri endi bizlarning bu yerda doimiy komissiyani ham bu yerda aybi yo'q, bu yerda texnik sabablar bo'lgan, ya'ni Senat tomonidan qabul qilingan qaror 12-mart qabul qilingan. Bizning kengashga 19-martda kelib tushganligi uchun biz bu narsadan bexabar bo'lib qolganmiz va byudjet komissiyamiz ham bexabar bo'lgan. Endi Senat tomonidan shu tahlil qilinib, respublika bo'yicha juda ko'p mana shu ro'yxat, uzun ro'yxat bor. Mana shu hamma ro'yxatdagi tumanlar, tuman viloyatlar hatto bor. Ba'zi bir joylarda 3 ta qaror chiqdi. Shularning hammasi qonunga muvofiqlashtirish bo'yicha topshirilgan. Xuddi shunaqa bizlarning ham o'sha Bo'stonliq tumanini 26-yil 16-martdagi 7-28-18 sonli qarorimizni qonunga muvofiqlashtirishimiz talab etilgan. Endi bu uchun biz doimiy komissiyada ko'rib chiqdik va kengash qaror loyihasi tayyorlab berildi. Demak, qaror loyihamizda ko'rsatib o'tilgandek, deputatlar Bo'stonliq tumani kengashining 16-martdagi 7-28-18 sonli qarorini 3-xat boshida yoki 3-abzatsida Oliy Majlis Senati kengashining 24-yil 29 noyabrdagi 5-sonli qarori jumlasi o'rniga Oliy Majlis Senati kengashining 12-martdagi 325-sonli qarori deb o'qilish bo'yicha qaror loyihasi tayyorlangan. Shu jumlani o'zgartirish bilan qonunga muvofiqlashtiriladi qaror. Shu bilan qarorni to'liq biz ishlab chiqdik. Qonun qaror tayyorlash normalari va talab etilgan hamma talablarga mos ravishda ishlab chiqildi. Shu qarorni tasdiqlashni so'radik. Rahmat. Shu qaror hammaga tarqatilgan. Shu qaror loyihasini ovozga qo'yaman. Hozirdan. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Qarorimiz tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, bugun kun sessiya tartibiga kiritilgan barcha masalalarni ko'rib chiqdik. Hozir sessiya o'tish yuzasidan sessiya kotibini axborot tinglanadi. Marhamat, Jamshid Sa'diyev. 26-yil 24-aprelga belgilangan 7-xalq deputatlar Bo'stonliq tumani kengashining 31-sessiyasida jami 25 nafar deputatlardan 20 nafar ishtirok etdi, kvorum ta'minlandi. Sessiya kengash raisi Boboyev Farmonjon Zakirov raislik qildi. Sessiya ishida tuman hokimi o'rinbosari, tegishli idora va bo'lim rahbarlari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Sessiya masalasida qo'yilgan 7 ta masaladan 2 ta masalasi uzunli sabablarga ko'ra chiqarib yuborildi. Demak, o'zingizlar eshitganinglardek, ikkinchi masala tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining hisoboti bugungi tadbiriga munosabat, tadbir belgilanganiga munosabati bilan va 6-masala bor edi. Tuman hududiy ma'muriy birliklar chegaralarini belgilash to'g'risidagi masala Respublika aerogeodeziya markazining o'zini bergan xatiga asosan boshqa kunga qoldirildi. Qolgan 5 ta masalalar to'liq ko'rib chiqildi. Hisobot axborot beruvchilarning shaxsan o'zlari ishtirok etishdi. Kun tartibidagi 2-masala bo'yicha tuman hokimi o'rinbosari tomonidan eshitilgan masala bo'yicha deputat Xolmuratov tomonidan savol berildi va qoniqarli javob qaytarildi.
Uchinchi masala ichimlik suvi masalasi bo'yicha deputatlar Xolmurodov, Yorqin Xolmurodov, Dilshod Xolmurodov, Shokirov, Ahmedovlar tomonidan savollar berildi va bu savollarga qo'shimcha o'rganishlar belgilandi. Qo'shimcha axborot taqdim etish belgilandi. Suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasining hisoboti asosida berilgan savollarga ham qoniqarli javob qaytarildi. Kun tartibidagi barcha masalalar ko'rib chiqilib, hammasi tasdiqlandi. Sessiya kun tartibidagi sessiya davomida reglament va tartib qoidalar buzilish holatlari kuzatilmadi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya o'tishi bo'yicha qanday taklif, qo'shimcha, e'tirozlar bor? Agar e'tirozlar yo'q bo'lsa, sessiyamiz kun tartibidagi barcha masalalarni ko'rib chiqqanligi munosabat bilan 31-sessiyani yopiq deb e'lon qilaman. Rahmat.